Assalomu alaykum. Ovozim chiqyaptimi? Assalomu alaykum. Tunji qatimliq YouTube jonliq ko'rinishini boshladim. Necha vaqtdan beri videolarni ishlayotgan chog'da avval ishlab bo'lib, andan keyin saqlab elib, kesib, choplab, tuzitib qildigan. Ma birinchi qatimliq live streamni boshlab ketdim desa. Videomninki asosliq temasi shu Uyg'urcha, Uyg'urlarniki YouTube'da shu video yo'layotgan qarindoshlar uchun bir foydali bo'lsinmikin deb bu videoni ishlayapman. Temasi shu YouTube'niki studiyasi, andan keyin shu YouTube hamkorligiga iltimos qilishniki shartlari va uniki tartibi shu to'g'riliq so'zlaydi birinchi qatimliq live streamni boshladim. Endi Uyg'ur YouTuberlar uchun deplam oldim. YouTuber deganniki ma'nosini kim qanday odamlarni YouTuber deymiz deb Google'dan izlasangiz shu YouTube'ga video yo'layotgan qarindoshlarniki hammasini YouTuber deb bilishga bo'ladi. Mayli siz o'zingizniki shu bilimini boshqalar bilan o'rtoqlashgan bo'ling yoki bo'lmasa boshqa maqsadlar bo'lsin, hammasini yig'ishtirib kelib YouTube'ga video yo'layotgan bo'lsangiz ham hammasini YouTuber deb bilaveray. Assalomu alaykum, xush keldingiz Yusuf Bey. Gapimni boshlayverayam. Savollaringlar bo'lsa, naq maydonga inkos yozish orqali yoki bo'lmasa bir 10-15 minut vaqt beringlar. 10-15 minutdan keyin mana chiqayotgan ekrandagi uni telefon nomeri orqali shuni uchir yozsanglar bo'ldi yoki bo'lmasa telefon qilsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa boshlab ketdim. Bugungi temamiz Uyg'ur YouTuberlar uchun, ya'ni YouTube hamkorligiga iltimos qilishniki yo'llari. YouTube hamkorligi deganni inglizcha qisqartirib olib YPP deb ataydi. YouTube Partnership Program. Buni o'dilab elib bersak, ya'ni shu monetization, pul tepishga iltimos qilish degan gap. Uningki shartlarini men ilgari so'zlab o'tgan. Shu meniki burungi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, shu YouTube'da pul tepishga iltimos qilish uchun qanaqa qiladi degan chog'da 4000 soatni to'shqizish kerak oldingi 12 oyning ichida. Bu oldingi 12 oy deganni ba'zi YouTube'da videolaydigan do'stlar tushunmay qolganlar bor ekan, qaysi 12 oy deb. Shu bugundan tortib hisoblasangiz keyiniga mangandagi 12 oy, ya'ni oldingi 12 oyning ichidagi jami boshqalarniki sizniki YouTube kanalingizda ko'rganniki jami vaqt soni 4000 soatni to'shqiza olsangiz bo'ladi. Andan keyin yana bir sharti 1000 abonentni yig'ishingiz kerak. Bu 1000 abonentni qancha vaqtda yig'gan bo'lsangiz, uning hech qanday shart qo'ymaydi. Ish qilib 1000 odamni yig'gan bo'lsangiz ham, sizniki YouTube kanalingizga abonent bo'lganlarniki soni 1000 bo'lsa bo'ladi. Undan boshqa yana Google AdSense degandan bir akkauntni ochamiz degandan mushlarniki tafsiliy jarayonni birinchi qatimliq YouTube'da qanday pul topamiz, uning shartlari qanday deydigan bir nimamda so'zlab o'tdim. Shuni tafsiliy ko'rib baxsanglar, tafsiliy jarayoni bor. Endi uningki YouTube studiyasi haqida dedim. YouTube'niki odatda telefondan YouTube'ga chiqsanglar, YouTube Studio degan bir appni ham shuni o'zini ham ko'rsatay. Mushu appni tushirsanlar bo'ldi, telefonda aniq chiqamdi, chiqmamdi, o'qidim. Shakli mana shu YouTube Studio YT Studio desanglar mushu app chiqadi. Shu appni o'zinglarniki telefoningizga tushirsanlar bo'ladi. Kompyuterdan ochgan vaqtda bevosita o'zinglarniki kanalining ichidan YouTube Studioga kirsanglar bo'ladi. Telefonda uni ayrim app tushirib olamiz. O'sha appning ichiga kirsanglar, o'zinglarniki shu barliq yozilgan inkoslar, ya'ni shu o'zinglarniki bilan videosiga munosabatli inkoslarniki hammasi, undan boshqa shu bir analizlari bor. İçi kirib bir ko'rsanglar, uning ichida degan o'zinglarniki shu har bir YouTube'ninki qanday menayotganligi soni, minut, sekund sonidan tortib aniq tafsiliy analizlarni chiqarib berdi. YouTube Studio to'g'riliq shunday xil so'zlar hozir. Studio degan appni tushirib oling. Ondan boshqa tartiblari dedim, shu boy degandagidek tartiblar. Ya'ni 1000 abonent to'shqizsiz,
4000 soatni to'shqisiz, Google AdSense degandan akkauntdan birini ochasiz. Anandan keyin YouTube kanalingizniki shu YouTube Studio deganning ichidan monetization degan xatni izlab tepib, shunga iltimos qilasiz. Ashadagi YPP, YouTube Partnership Program deganniki qisqartirilmasi YPP, ashadagi monetizationni ichib qo'ysangizlar, men hozir o'zimniki bir screenni sizlar bilan tang bahrlay. Ashundan o'zinglar tafsiliy holda ko'ra olasizlar. Qanday qiladi deysanglar, YouTube Studios'ning ichiga get reviewed in process deganni ichib ko'rsatib qo'yay. Ayni joyda men shuni screenshot qilib saqlab olgandim, yoki screen record qilib saqlab olgandim. Ya'ni bu monetization deganni ichib iltimos qilgandan keyin birinchi qadamda sizlar shuniki iltimos qilgan deganiki oldiga click to'g'ri belgisini bosinglar. Undan keyin Google AdSense degandan bir akkaunt dizimsizlar. Undan keyin sizlarniki shu ko'rayotgan narsanglar mana bu belgilar chiqadi. Get reviewed deganda odatda 2 oydan 3 oygacha vaqt ketadi deydi. Lekin amaliyotda shu sizlar baldur boshlab qo'ysanglar ham buniki vaqtimi tez odatda. Qanday bo'ladi desa, shu men qilgan vaqtimda ayni chog'da men 4 oy vaqtning ichida 1000 abonent bo'ldi, lekin necha 100 soatlar bo'lgan u chog'da vaqti to'shmagan, lekin odam soni to'shgan. Shu vaqtning o'zidan baldurlam iltimosni qilib qo'ygandan keyin shu saqlab turdi ekan o'zingizniki shu YouTube analizningki ichidagi nimalar. Shu 4000 soat to'shgan aman sizga bir email keladi ekan. Shuningdan ilgirki bir yilqi bir tartiblari bor ekan, qanaqa qiladi desa, get review jarayonida sizningki adresingizga shu Google AdSense'dan avval bir parcha xat yo'llaydi. Shu siz adresdagi shu odam shumi emasmi deb siz Google AdSense'ni tizimlatgan vaqtingizda o'zingizniki uchurlarini yozasiz, hatto bank uchurlari degandagidek pul keladigan bank uchurlari. Shu chog'da uni iltimos qilib bo'lgandan keyin ham sizningki shu odam emas yoki shu ekanligingizni bilish uchun adresingizga bir parcha xat yozadi. U xat hatto bu nimaning ichidami emas, laptopning ichidami emas, shunday bir parcha qog'ozningki ich tarafida mana buningdek xat topshirib olasiz. Faqat sonlanma. Sonningki yon tarafida maningdek tartiblari bo'ldi. Google AdSense akkauntning ichiga kirib, birinchi qadamda bunday qil, ikkinchi qadamda ma'lumotni kirgizgin, andan keyin o'zingizning shu Google AdSense akkauntni verify qil, ya'ni tasdiqla degandek. Shunday qilgandan keyin sizningki YouTube kanalingiz rasmiy holda bu YouTube kanalingiz bilan Google AdSense account ikkisi o'zaro ulanadi. Shu Google AdSense accountniki verify qilishi bo'ladi. Undan boshqa yana nima demoqchi? Shartlarini so'zlab bo'ldim. Google AdSense deganda shunday bir parcha xat topshirib olasiz dedim. Tartiblar shunday ekan. Get review dedik. Ondan keyin sizningki rasmiy holda to'shgandan keyin, shartlariga to'shgandan keyin, yana 4000 soatni to'shqizgandan keyin ham email kelgandan keyin siz YouTube Studioning ichiga qarab baqsangiz, YouTube Studio'ningki ichiga qarab baqsangiz, shu har bir videongizningki yon tarafida dollar belgisi chiqadi. Lekin u etik holatda siz birinchi qatim shu YouTube pul tepishga boshlagandan keyin qanaqa qilasiz deganda, har bir videongizni ayrim ichib, yon tarafidagi shu nimasini ichib qo'ysiz, dollar belgisini yeşil rangga o'zgartirib qo'ysiz. Pul topqili bo'ladigan qilib, yana u demakchi, shu videongizni ochgan chog'da e'lonlar chiqishga bo'ladi degandek qilib o'zgartirib qo'ysiz. Men yana bir screenshot bu ekranini bir sizlar bilan bir ham bahrlay. Uningda qanday deysanglar, turning on monetization deb. Buni ayrim yo'llab qo'ygandim. Kechiringlar, ovozini o'chirdim. Buningda qanday bo'ladi desa, o'zingizning YouTube Studiosiga kirgandan keyin har bir videoniki yon tarafida mana bunga o'xshash yeshil ranglik belgi chiqqandan keyin mushlarniki yon tarafini hammasini birdan hammasini echib o'tasiz. Undan keyingi vaqtlarda siz shu videolarni yo'llab bo'lgandan keyin avtomatik uchiq holat qilib tanglab qo'ysangiz bo'ladi yoki har bir yo'llagan chog'da o'zingiz mushadagi dollar belgisini
echib qo'ysangiz bo'ldi. Uning ichida ba'zi, videolar bor, manga o'xshash, qizil ranglik chiqib qoladi, seriq ranglik chiqib qoladi. Seriq rang degani qanaqa bo'ldi desa, sizning shu videongiz hech qanaqa bir e'lonni qo'yishga mos kelmaydigan video deb avtomatik shundoq, mana shu YouTube'niki sistemasi mana shundoq, e'lon qo'yishga mos kelmaydigan video deb chiqargan bo'ldi. Maningdek qizil ranglik bo'lib qolsa qanday bo'ladi desa, siz mushu videoingizning ichida boshqalarninki, ya'ni pul tepayotgan boshqa bir, kanalninki shu muzikalarni ishlatib qo'ygan bo'lsiz. Shunday bo'lsa, sizningki topgan pulingiz boshqaga ketadi, yana shu, muzikaninki asli egasiga ketadi. A yerdagi belgimi yeshil ranglik holatda emas, qizil ranglik chiqib qoladi. Bu monetizationni birdan-birdan oshgan holati, mana to'xtab qo'yib turay endi, sizlarga yana bir narsani ko'rsatsam, yana bir tartibi Get Review'ni so'zlab bo'ldik. Tartiblarining ichidagi bu monetization rasmiy boshlangan holda birdan-birdan echib qo'yishni so'zladik. Asosan shunchalikka so'zlaydigan narsa. Hozir maktabda Uyg'ur YouTube'larninki ichida shu, 1000 dan oshgan obun soni bor qarindoshlarimiz xilili ko'p. Shularninki, vaqtni keyniga so'zmay baldir peshin shu monetizationga iltimos qilib qo'ygan yaxshi. Bu YouTube'da pul tepish degan gap endi bu pul jiq emas. Bu to'g'riliq temani atigi gap qo'yay. Kunda live stream qilib jonliq ko'rinish taqdiman deb o'sha yerda chiqib olgan bo'ldimda endi atigi mana so'zlayman deb. Atlikka o'sha YouTube kanalimdan ta hozirgacha qanchalik pul kirdi deganni bir echib, uniki hisoblanishlarini atlikka so'zlay. Hozircha shu tartibini deb qo'yay. Demakchi bo'lganim, Uyg'ur YouTube kanallarininki ichida 1000 dan ortiq abonenti bor kanallarimiz xililam ko'payib qoldi. Bu YouTube'ninki monetizationga iltimos qilish degan gap u bir nomus qiladigan ish emas. Nurg'un cho'ng xabar kanallari bor. Masalan, BBCning kanallarininki shu YouTube'dagi kanallarni echib beringlar. Ularning ichidami shu oshgan hamon e'lonlar chiqadi. Hatto Qozog'istondagi Otajurt Human Rights, ya'ni kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlarininki chiqargan YouTube kanallarininki shu nimalarning ichidami e'lonlar chiqib turdi shu videoninki. Bu e'lon Google'ninki e'lonlarida undaq, boshqacha g'am qilmasangiz bo'ladi. Bu Xitoyninki e'lonlariga o'xshamaydi, undaq qilamqa e'lon chiqib qolarmi degandekdan ansirmasangiz bo'ladi. Uningdan boshqa men burun ishlagan videolarda shu to'g'riliq videolarning ostiga tushgan inkoslarning ichidami bu halol pulmi emasmi degandek bir gaplarmi bo'lgan. Avval siz bir YouTube'ga bir videoni yo'llab beqing, shuni jarayonni ko'rgan vaqtingizda, o'zingiz bir qo'lliq ishlab boqqan vaqtingizda bu YouTube kanalidagi kirgan bu ozg'ina pul haqiqiy halol pulkan deb o'ylab qolsiz. Bunga ketadigan kuch, vaqt, o'shanga ketadigan bir aql, zehnni hammasini bir hisoblab kelgan vaqtda Shunglashqa u, neri-beri undaqliqi qilayotgan gumonlarda bo'lmay, o'z ajrimiz mushumu bir aqliy emgak orqali tepilgan qon terninki ozroq kirgan badali deb o'ylasangiz bo'ladi. Qanchalik kirdi deganni men kelar qatimliq videomda so'zlay. Hozir mushunchalik bo'lib tursin. Qisqa olamda bergan chog'da oldingi videolarimda sizlarga aytgan vaqtda har bir videoga kiradigan pulni o'tir hisob bilan $2 deb hisoblab bergandim. Uningdan oz bo'lishi mumkin, bo'libmi oz sonliq tildagi videolarga nisbatan aytganda degan. Bu har qaysi davlatlarninki o'xshamaydi. Masalan, CPM deydigan bir narsa bor, YouTube'ninki o'zininki. CPM degan nima u degan chog'da har 1000 qatimliq ko'rilgan bir videoga qancha pul keladi degan gap. Endi masalan Amerika tarafdan 1000 odam ko'rgan bo'lsa, uniki CPM'si odatda $10 atrofida bo'ladi. Boshqa davlatlarnikiga solishtirgan chog'da masalan Turkiyaniki masalan $1 yoki bo'lmasa 80 sent yoki bo'lmasa $1,5 shundoq o'zgarib turadi. Ammo shundoq bo'yicha hisoblagan chog'da masalan Turkiyadan 1000 odam ko'rdi degan gap aram $1 bo'ldi degan gap. Bizningki undaq millionlab ko'radigan ko'rurmanlarimiz yo'q. Balkim keyincha bo'lib qolar. Shunglashqa bu endi boshqalarga videolarga e'lon chiqqan vaqtda voy behcha pul deb ketib bordi degandek unda xayollanib qolmanglar. Bo'lsa o'zimizdagi Uyg'ur YouTube kanallarini o'zaro qo'llaylik, taqtishib beraylik. Har bir ko'rgan vaqtimizda ustiga bosh barmoqlarni besib, ostiga inkoslarni yozib qo'yaylik. Bu o'zaro bir-birimizni qo'llaganlik bo'ladi. Uni keyingi videomga ayirmay qo'ydim emsa, bugungi demoqchi bo'lganlarim asosan shu.
birinchi bo'lib deydiganim shu YouTube'ga video yollayotgan qarindoshlar YouTube Studio degan appni telefoningizga tushirib oling, uning ichida bak jiq mazmunlar bor. Anandan keyin YouTube mushu hamkorligiga iltimos qilishniki shartlari dedim. Google AdSense'dan akkauntni ochasiz, 1000 abonentni yig'asiz, anandan keyin 4000 soatni tushqizsiz. Mushu uchisini o'rlab bo'lgandan keyin sizningki YouTube kanalingizniki iltimosi ashada saqlaydi. Asha siz get review, ya'ni sizningki shu kanalingizni tekshirishga bir muncha vaqt ketadi. Ya'ni sizning shu AdSense degandan akkauntni ochdingizmi, ochmadingizmi, ayediki iliqi 4000 soatni to'shqazdingizmi, to'shqazmadingizmi, 1000 abonentingiz bormi degandeklarni ashlarni tekshirib o'tkazish uchun bir necha oy vaqt ketdi. Shunglashqa siz shu baldiroq masalan shu abonent soningiz 1000 ga yaqinlashgan amon o'zingiz ashada iltimosni besib qo'ysangizlar o'zi asta hisoblab mangdi. Har kuni kirib o'zingiz tekshirib boqasiz. Vaqt soati chiqdi 4000 soatga yana munchalik qoldi deb. To'shqan amallam videolaringiznikiga avtomatik o'zligidan e'lonlar chiqadi. Siz o'zingiz kirib, studiyangizning ichiga kirib birdan tanishib qo'yasiz. Tartiblari shu, siz ochgandan keyin o'sha YouTube'ningki, o'sha Google AdSense account'ningki verify qilish uchun bir muncha vaqt ketadi. Boy degandek, shunday Google AdSense'ning o'zining bir parcha qog'ozi yotadi sizga. O qog'ozning ichidan mana o'xshash nomer kiradi. Shu nomerni o'zingizning AdSense account'iga kirib verify qilasiz. U ish tugagandan keyin shu Google AdSense'ni siz iltimos qilgan vaqtda shu qanday get payment qanday pulni qanday qilamiz degan chog'da siz bankingizningki uchurlarini to'ldirgan chog'da bankingiz bilan Google AdSense'ningki o'tirsida yana verify qilish uchun yana bir mazgil vaqt ketadi. U qanday vaqt ketadi desa 2-3 kunning ichida sizga 1,5 ming bo'lamdi, 1,2 ming bo'lamdi. Shunday pulni bankingizga avtomatik shunday urdi. Siz urgandan keyin siz bankingizda shu pulni ko'rgan amallam yana shu YouTube'ning ichiga kirib yoki bo'lmasa shu Google AdSense'ning ichiga bevositadan kirib, ashadagi bank account bankka shu kartangizni ashada verify qilish uchun sizga savol so'raydigan yeri bor, seninki bankdan qancha pul kirdi deb. Ashchaqda sizga kirgan shu pul sonini 1,2 ming, 1,5 ming shu sonni to'g'ri kirgizgandan keyin, ma odamniki akkaunti mana shu ekan deb bank akkauntingizni verify qilgan bo'lsangiz, Google AdSense akkauntingizni hammasini shundoq YouTube kanalingizga o'rlashtirgan bo'lsangiz, shuning bilan rasmiy holda YouTube'ningki bir hamkorlashuvchisi bo'la olasiz. Onunki yana tafsiliy mazmunlarni kelayki videolarda bir ko'rsizlar. Hozircha shunchalik bo'lsin. So'raydigan savollaringlar bo'lsa, men boya degandagidek Bunu numaraga qoldirib qo'ysanglar, yo uchur shaklda, yo bo'lmasa naq maydonga telefon qilgan holatda qoldirib qo'ysanglar, bu numaraga kelgan har qanday uchurni mushu YouTube'dagi video orqali ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashmoqchi. Unda bo'lsa, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Bugungisi shunchalik. Mayada hozir uchurlar bormi, yo'qmi, men bir tekshirib boqay. Kanadada ikki bo'limi bu deyish bo'lgan gaplar ekan. Tushdan keyin soat 4dan 15 minut o'tgan chog'da boshladim. 2 emas 4 bo'ldi dedim. Ko'may turiblam besatdingizmi? Rahmat. Hozir ko'rayotganlar bo'lsa, ustingda barmoq belgisini ustiga qarag'ani besib qo'yinglar. Hasanjon Abdukarim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? What is buffering? Naq maydon, albatta. Chiqib baqdim, birinchi qatim, tunji qatimliqi. Balkimcha xatoliklar bo'lishi mumkin. Yusuf Bey, necha vaqtdan beri qo'llab-quvvatlab kelganingizga ko'p rahmat.
Naq maydon muborak bo'lsin, qo'llaymiz. Sizga ko'p rahmat qo'llag'iningizga. Tunji qatimliq naq maydonim shunday bo'lib qoldi. Rahmat, tirishman. Undaq bo'lsa ohoy. Немишқа birdek emas. Qaysi savolga so'ralgan savol buni bilmadim. Telefonniki nimasini aytayotgandim biz. 416-414-0709 Bunu numurga. Naq maydon tugagandan keyin telefon qilsangiz yoki bo'lmasa uchur qoldirsangiz, mushundan kelgan uchurninki hammasi savollarniki hammasini shu YouTube kanalida o'rtoqlashmoqchi. Acayip çaklar çaklar geliyor. Bulutların yeşil uçkunlar geliyor. Eyvallah çağlar. Sayısız hayvanlar. Eyvallah çağlar. Üçüncü olsun. Eyvallah çağlar. Sayısız hayvanlar. Eyvallah çağlar. Man musikininki ovozi qanaq chiqdi ekan, men bir dapagan bo'lsam bo'ldi ekan. Birinchi qatam muzikani sinab ko'rishim. Qandaq bo'lsa, bugun mushunchalik bo'lsin. Ko'ngilingizga rahmat. Uchur qoldirgan do'stlar, menlarga rahmat. YouTube'ga video yo'llayotgan qarindoshlarniki hammasiniki texmo davomli taraqqiy qilib, yangi YouTube'ga qaytilmoqchi bo'lgan do'stlarning davomli yangi YouTuberlarniki chiqishini umid qilaman. Menlarga ko'p rahmat. Bugungi video mushunchalik bo'lsin. Xo'sh.